Marhabo uz iymon va islom gavhari. Rasululloh haromdan shifo so'ramanglar deganlar. Harom narsa ummatimga shifo emas degan ma'noda hadislar bor. Tipratikan yesam bo'ladimi deydi bittasi. Sho'rva qilib ichdi deydi. O'rnini bosadigan boshqa narsa yo'q ekanmi desam, bor ekan, endi bu yana ham zo'r ekanda bu deydi. Ilon yeydi endi u vahshiy. Ilon o'zi harom. Ilon go'shi, asha ilonni tutib yeydi, qasratib chaynab. Harom-ku bu desam, shifoga-da endi shifoga qoraka deydi. Zo'g'a turibdi-da, shifoga mayli zarurat bo'lsa mayli desam, asha yeb tashasan. Hamma chorani istab ko'rish kerak-da. Ha? Istab harakat qilib bittasi tuberkuloz kasali bo'libdi, it go'shini yeyin degan ekan. Shamollashga zo'r debdi. Ha, nechta muolajalar bor, dorilar bor. Qo'yog'i qo'y go'shi bor, quyon go'shini ham issiqlik deydi. Shularni qilib ko'rdingizmi desam, yo'q deydi. Ha, qilib ko'ring oldin shuni Allohdan so'rab, Parvardigor haromdan hazar qilib halollik yo'li bilan harakat qilyapman, o'zing shifo ber deb yig'lab Xudodan so'rab 2 rakat ertaman tahajjudda turib uyquni buzib qildingizmi? Yo'q. It go'shingiz kelyaptimi dedi. Yo'q, uni demay qoraka endi doktorlar aytdi deydi. Sal savolni ham berayotganda o'ylanib, tafakkur qilib bersam bo'ladimi, yo'qmi? Hayron qolasiz. Besabr aytibman, hamma sasini qatadi. Besabr hamma yo'li shu osonlik bilan hal qilib qo'ysa. Taqvo shunaqa susayib ketganki, o'ylab ham ko'rmaydi haligini, jirkanmayapti haligini. Alloh saqlasin, na'uzubillah. Haligi musulmonni bolasi, tuppa-tuzuk odam ota-onalari. Rahmatli o'tib ketgan opa-onalari tuppa-tuzuk shunaqa taqvoli, iymon e'tiqodli odamlarning farzandi. Harakat qil boshqa tomonga. Uz iymon va islom gavhari.